Farzandingizdagi bu 3 ta odat uni tish va jag'larini notekis o'sishiga sabab bo'lishini bilarmidingiz? Birinchisi, so'rg'ichlarni bolalarga faqat 1 yoshgacha berish mumkin. Agar bu odatini 2-3 yoshda ham takrorlasa, ularning jag'larida har xil deformatsiyalar, qiyshayishlar kuzatilishi mumkin. Shu sababdan 1 yoshdan so'ng so'rg'ichlarni olib qo'yish zarur. Ikkinchisi, og'iz orqali nafas olish. Og'iz orqali nafas olganda bizning jag'larimiz torayadi va tishlarning deformatsiyasiga olib keladi. Shu sababdan farzandingizni uxlab yotganida burnidan nafas olayotganiga e'tibor qarating. Agar burnida muammolari bo'lsa, unda lor shifokoriga murojaat qiling. Uchinchisi bu bolalarni noto'g'ri holatda yotishi. Agar ularning yostig'i juda ham baland bo'lib ketsa yoki yostig'i juda ham past bo'lsa, bu ularning jag'larining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Agar yostig'i juda ham baland holat bo'lsa, unda pastki jag'ning ko'proq o'sishi. Agar yostiq juda ham past bo'lsa, pastki jag'ning orqada qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan farzandingizni qay holatda yotganiga e'tiborliroq bo'ling. Videoni farzandi bor do'stingizga jo'natib qo'ying.